Assalomu alaykum aziz do'stlar, xayrli akam mana O'zbekistonga qaytyapman do'stlar. Videoni ko'ringlar, xudo xolasa oq yo'l tilab qo'yamiz. Lekin xayrli akam aytib qo'yaman, tayyor turing. 1100 bloger sizni kutyapti. Borgandan keyin hammasiga bitta intervyu berib chiqishingiz kerak. Videoni ko'ringlar, oq yo'l tilab kommentariy yozib ketinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Mana qahramonimizni yuboryapmiz. O'zbekiston, O'zbekiston kutishyapti deyapti. Bu yerda Abdurahmon Fozilovga juda ham katta rahmat. Hozir aloqadamiz. Mana soppa sog'lom, faqat mana shu yerdan tashqari. Buni ham his qildik. Yangi e'tiboring. Salomat bo'linglar. Salomat bo'ling. Mehnatlaringizga rozi bo'linglar. Temur aka sizga ham azizlikdan rahmat. Sharimat qilganlar uchun. Nima deyman? Mana safarimiz qarib qoldi. O'zbekistonimizga ham boraylik, bir ona yurtimizga. Tushishdan oldin medalni prezidentimiz Shavkat Miromonovich bergan taqdimda bu yerda taqib albatta tushish kerak. Обязательно. G'urur bilan, sha'nimiz bilan talashamiz deydimi o'zbeklardan. Mayli. Olg'a O'zbekiston. Yaxshi oling. Temur aka, sog' bo'linglar. Bu videoni maksimal tarqatinglar. Mana shunaqa martlarni o'zbek o'g'lollarini chiqarish uchun. Nima gap aka? Bo'ldimi? Safar qaridimi? safar qaror. Qasd bo'libchilar lekin ha? Hammasi Idealniy bo'libdi. Bu mikrofon. Ha, yozyaptimi? Bo'ldi aka, bo'lmasa sog'lik, omonlik, xudo xolasa. shunday aka. Borib qaytib kelganingizdan keyin yana siyosat bo'laveramiz. Sizga rahmat aka, hamma jamiyatimiz nomidan. Bizda hammasi yaxshimi aka? Kamchilik bo'lmadimi? Yo'q. Samogiloni bitta narsa tanishganimdan sizlar bilan xursandman. Qasdim lekin olib. Mehnatlaringizga rozi bo'linglar. Qanchalik xizmat qilganlari uchun. Yana xudo xolasa ko'rishguncha. Eshigimiz ochiq aka. Rahmat. Siyozda aka kelib turaverasiz. Sizlar ham mana shu chayxona cho'lponga kelaverasizlar. Ha? Kattaga rahmat. Sizlarga yolg'iz qo'ymadik, sizga ham rahmat. Rahatim. Salomat bo'linglar. Mayli aka. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Mana qahramonimizni yuboryapmiz. O'zbekiston, O'zbekiston kutishyapti deyapti. Bu yerda Abdurahmon Fozilovga juda ham katta rahmat. Hozir aloqadamiz. Mana soppa sog'lom, faqat mana shu yerdan tashqari. Buni ham his qildik. Yangi e'tiboring. Salomat bo'linglar. Salomat bo'ling. Mehnatlaringizga rozi bo'linglar. Temur aka sizga ham azizlikdan rahmat. Sharimat qilganlar uchun. Nima deyman? Mana safarimiz qarib qoldi. O'zbekistonimizga ham boraylik, bir ona yurtimizga. Tushishdan oldin medalni prezidentimiz Shavkat Miromonovich bergan taqdimda bu yerda taqib albatta tushish kerak. Обязательно. G'urur bilan, sha'nimiz bilan talashamiz deydimi o'zbeklardan. Mayli. Olg'a O'zbekiston. Yaxshi oling. Temur aka, sog' bo'linglar. Bu videoni maksimal tarqatinglar. Mana shunaqa martlarni o'zbek o'g'lollarini chiqarish uchun.